Kredit aldım, şir bo'ldim. Mahonurga yer bo'ldim. 6 oydan keyin qap-qora jer bo'ldim. Hammaga salom. Assalomu alaykum do'stlar. Butun dunyo bo'ylab har kuni juda ham turli xil voqea va hodisalar sodir bo'ladi va ularning ba'zilari kamera tasviriga tushib qoladi. Aynan hozir men sizlarga mana shunday turli xil voqealardan bir nechtasini namoyish etaman. Siz esa video boshlanishidan oldin like tugmachasini bosib, agarda kanalimizda yangilardan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang. Bu yigitning asab tizimi albatta ajoyib olqishlarga loyiq deb o'ylayman. Svetdan keldik. Gaz pulini bering. Svet pulini bersin. Gazdan keldik. İste'mol qildingizmi? Pulini to'lang, marhamat qilib. Pulni ber. Yigit Tom Cruise'ning filmlarining biridagi tryukni takrorladi. Alo. Ola alo. Alo. Ola alo. Alo. Ola alo. Alo. Kimdir bu mashinada uchar rejimini yoqqanga o'xshaydi. Ekstremal sport ishqbozlari uchun maktablarining birida imtihon mana shu tarzda o'tarkan. To'lqinli Helen sifatida ham tanilgan Napoleon baliqlarining vazni 190 kilogrammgacha bo'lishi mumkin. Ammo tashvishlanishning hojati yo'q, chunki u odamlar uchun mutlaqo xavfsizdir. U jamoatchilik e'tiborini qanday jalb qilishni biladi. Ma'lum bo'lishicha, kosmik raketalarning qo'nishi ularning uchirilishidan kam ta'sirchan ko'rinmaydi. Qilich baliq ov qilganda yoki yirtqichlardan qochishga urinayotganda suvdan sakrab chiqishi mumkin. Mana samolyotdan sakrash oldindan qanday ko'rinadi? Endi esa ushbu g'ayrioddiy holatga qarang. Kutilmaganda chaqmoq chaqish holati tasvirga tushib qoldi. Qarang, bu manzarani sharhlashga til ojiz. Siz ham bunday ajoyib joyda suzgan bo'larmidingiz? Albatta kommentariyada yozing. Ushbu yangi ixtiro barchani hayratda qoldirdi. Agarda siz ham itingiz va yoki yaxshi ko'rgan yaqinlaringiz bilan mana shunday tarzda sayr qilishni xohlasangiz, videoga like bosing. Odamlar Avstraliya qirg'oqlarida og'ir ahvoldagi o'lkan kitni topishdi. Tez yordamga qaramay bechorani qutqarib bo'lmadi.
SpaceX raketasi bugun o'z manziliga yetib bormadi, lekin baribir ko'p million dollarlik ajoyib shousini namoyish etdi. Ushbu efirga chiqishi uning uchun oxirgisi bo'lishi mumkin edi. Ulkan tarzda yig'ilishgan ushbu baliqlar o'zlarini yirtqichlardan himoya qilishga harakat qilmoqda. Texas universitetida transformator portlagandan so'ng talabalar g'alati yashil alangani ko'rdi. Samolyotga qarshi Ferrari. Nima deb o'ylaysiz? Bularning qay biri tezroq kuchga ega? Albatta kommentariyada yozing. Mana kosmik kemalar qanday tashiladi? Bunday sinxronlikni ishlab chiqish uchun ularga qancha vaqt ketganini tasavvur qiling. Bu bolalar adrenalinning yaxshi dozasini qanday olishni aniq bilishadi. Daryo o'rtasida aniq hech kim kutmaydigan ta'qibchilar. Bu yigitning juda g'ayrioddiy, sevimli mashg'uloti bor. U samolyotni yerdan tom ma'noda 2 metr balandlikda havoda ushlab turdi. Eski ko'prikni demontaj qilish har doim ta'sirli ko'rinadi. Yigit o'ziga qarab qandaydir katta narsa suzib kelayotganini sezdi va bu nima ekanligini tekshirishga qaror qildi. Jasorati uchun mukofot sifatida u ajoyib kadrlarni oldi. Birdaniga 8 ta kitni ko'rish u yoqda tursin, ko'pchilik bitta kitni ko'rishni qanchalar orzu qiladi. Chilidagi Rapelli to'g'oni soniyasiga 11 million litr suv chiqaradi. Agar siz ham kit akulasi yonida suzishni xohlasangiz, videoga like bosib qo'yishlikni unutmang. Do'stlar, videoga bo'lgan fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.